Hozirgina mana mijozimiz bizga murojaat qiluvdilar. Lombardda tillasi bor ekan. Shuni olib kelgani keldik. Parkinskiy degan lombardga. Bu чистый вес to'g'rimi? Чистый вес. Hozirgina mana mijozimizdan lombarddan tillasini olib chiqdik. Bu yerda emas, faqat boshqa joyda ham yana bor ekan lombard. TTZ tarafda 3 ta hozir ketamiz. Bizda mana bu turinglar, nima qanaqa bo'layotganini o'tda ham tushuntirib o'tamiz. Hozir mana ko'ryapsizlar, TTZdagi lombard kelganmiz. Boyagina Parkinskiy deydik. Hozir bu yerda ham tillalarini sotib olishga keldik. Xo'p, boya ko'rganinglardek, Parkinskiydan lombarddan tillalarni olib chiqdik. Ikkinchi joyda ham tillasi bor edi. O'sha TTZda ekan. O'sha mana mijozimizlardan tillasini olib qoldik. Qimmat emas, yaxshi narxlarda. Aka o'zingiz bitta fikringizni aytib olsangiz. Ikkita lombardda oltinim bor edi. Skupka zolotda o'ziga murojaat qildim. Kelib yaxshi narxda olib ketishdi. Hammaga tavsiya qilaman.